Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Bahodir Murod Alining hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Bahodir Murod Ali 1954-yili 17-noyabrda Andijon viloyati Paxtabod tumanida tavallud topgan. 1980-yilda Toshtu hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. Uning ijodi o'tgan asrning 70-yillarida boshlangan. Ilk kitobi Oq tush bo'lib 1989-yilda nashr etilgan. Adib Toshkent shahrida yashab ijod etgan. Qissa, hikoya, badiiy publistik maqolalar muallifi. Shuningdek, tibbiyotga oid bir qancha asarlarni tarjima qilgan. Aziz kitobxonlar, yozuvchi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.